Bugun sizlar bilan Zohid Polvon va Alisher Yusupov haqida gaplashamiz. Ular qayerda, nechinchi yil, xullas shu haqida emas. Biz ikki polvonimizning imkoniyatlari haqida gaplashamiz. Alisher Yusupov dzyudo bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi. 2 karra jahon chempionati bronza medali, Osiyo o'yinlari kumush va bronza medali, Masters turniri bronza medali, Grand Prix bitta oltin, 3 ta kumush va 3 ta bronza, Grand Prix bronza medal sohibi. Zohid Polvon dzyudo bo'yicha musobaqalarda unchalik faol emas, lekin kurash bo'yicha erishgan avtomobil va katta sovrinlarning sarhisobi yo'q. Ikkala polvonimiz ham Tojikistonning nomer 1 kurashchisi bilan, ya'ni Temur Rahimov bilan kurashgan. Alisher Yusupov Temur Rahimovdan musobaqalarda bir necha bor yengilgan va bir marotaba yutgan. Boya aytganimdek, Zohid Polvon dzyudo musobaqalarida unchalik faol emas. Shuning uchun Zohid Polvon va Temur Rahimov to'y kurashda bir marotaba to'qnash kelishgan va bizning polvonimiz Zohid Polvonning qo'li baland kelgan. Zohid Polvon va Alisher Yusupovga keladigan bo'lsak, ular dzyudoda bir marta to'qnash kelishgan. Zohid Polvon kres usuli orqali bitta vazari olgan va keyin Alisher Yusupovni asfakomi holatiga tushirgan. Shunda Zohid Polvon ikkinchi vazarini olgan holda Alisher Yusupovning ustidan g'alaba qozongan. To'y kurashda esa Alisher Yusupov Zohid Polvonni 2 marta bosgan. Bittasida Zohid Polvon qo'shchaga ushlab, ichkaridan chil qilaman dedi. Rejasi o'xshamay oyog'i ilmay qoldi va Alisher Yusupov Zohid Polvonni qayrasida bosgan. Ikkinchisida esa Alisher Yusupov Zohid Polvonni belbog'laridan ushladi. Zohid Polvon tizzalayman deganda Alisher Yusupov Zohid Polvonni qayrasida bosgan. Xullas ikkitasida ham qayrib tashlagan ekan. Zohid Polvon ham Alisher Yusupovni to'y kurashlarida 2 marta bosgan. Bittasida Bakovul Norkajalilov Alisher Yusupga Sherali Jo'rayev bilan kurashasizmi deganda, yo'q, men Zohid Polvon bilan kurashay dedi. Bu gap xalqqa ham, Bakovulga ham, Zohid Polvonga ham yoqib tushdi. Shunda Zohid Polvon men sizga polvon dedi, Alisher Yusupni kres qilib yubordi. Xuddi ona suti halol bo'ldi. Buni qayerdan bildi deysizmi? Chunki Bakovul ikkita qo'lini ko'tarib yubordi. Ikkinchisida ham Zohid Polvon Alisher Yusupovni oyoqni qo'ymay kres qilib yubordi. Bunisi ham chiroyli halol bo'ldi. Uchinchisi, boya aytganimdek, dzyudoda kurashgan va Zohid Polvon yenggan. Ular jami 5 marotaba kurashgan va 3-2 hisob bilan Zohid Polvonning qo'li baland kelgan. Sizda bitta savol tug'ilishi mumkin. Zohid Polvon Alisher Yusupovdan shunchalik zo'r bo'lsa, nimaga O'zbekiston terma jamoasiga kirmagan? Albatta bu savolning javobi tayyor. Terma jamoaga kirish uchun yoshligidanoq sportchi dzyudo bo'yicha O'zbekiston va Osiyo chempionatlarini yenggan bo'lishi va saralash musobaqasida ham birinchi o'rinni egallagan bo'lishi lozim. Boya aytganimdek, Zohid Polvon musobaqalarda faol bo'lmagan. Shuning uchun Zohid Polvon terma jamoada yo'q. Bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Siz kimning muxlisisiz? Alisher Yusupov yoki Zohid Polvonning? Albatta kommentariyalarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.